Assalomu alaykum. 17-mart 2026 sanaga. Hop. Tevasi. Bu payvand, bu erkak daraxt. Uyg'onish boshladi chaynatuvchi va bu mana bu payvand qilganimiz urg'och. Mana katta daraxtga qilganimiz payvandda. Mana payvand o'rni. Payvand 2 yoshli, yil 3-yosh. Mevasi bor, o'tga aylanib hosil olganman. Mana hosili bor. O'tga aylanib hosil olingan daraxtda va bu yil xudo xolisa biz 20 sm qoldirib tevasini kesamiz. Aynan mana 17-mart oyida kesamiz. Bunaqa yirik ishdan, chunki sababi ehtiyot shart, qurib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun o'ta ehtiyot bo'lamiz. Ko'rib turibsizlar. Kesganimdan keyingi holatini ham ko'rsataman.